Uyda pechenye tayyorlab sotsam bo'larkan, chunki ozginagina masalliqdan bir dunyo pechenye chiqarkan. Shunaqa ko'rinishli, appetitli pechenyelarni tayyorlashni sizlarga ham bugun o'rgatib qo'yaman. 200 gram sifatli rashmilka sariyolaridan soldim. Ustidan 150 gram shakar va 150 gram o'simlik yog'idan solib, 2 tuxum va vanilinadan solamiz, bitta aralashtirib, 500 gram unni 3 ta qismga bo'lib solib, 1 osh qoshiq razaqlitildan qo'shib, yumshoqqina xamir qoramiz. Xamirni teng ikkiga bo'lib, bittasiga 1 osh qoshiq undan yana sovuramiz, ikkinchisiga 1,5 osh qoshiq kakaodan solib va har bitta xamir shunaqa kichkinagina koptochalar yasab olamiz. Siz ham pechenyelar shunaqa qop-qoragina shokoladli bo'lib chiqishini xohlasangiz, 4 ta kakaolardan ishlatishingizni maslahat beraman. Tugilishi esa juda ham oson. Sizga videoda batafsil ko'rsatib berganman. Pechenye yemaydigan bolalarim ham shu formasiga qiziqib, ancha-muncha pecheniyeni yeb yorishdi. Endi bularni 170 gradusda oldindan qizdirilgan duxovkada 20 daqiqa davomida pishirib olsak, 2 list to'la chiqadigan 1 kilodan ham oshiq chiqadigan pechenyelarimiz tayyor. Voy, buni mazasini aytmaysizlarmi? Juda ham mazali, og'izda eriydigan bo'lib chiqdi. Endi bu videoni o'zingizga saqlanch qilib, tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Uyiga ham zo'r chiqadi deb.